Assalomu alaykum qadrdonlar, mana yana ikki so'ta uyimiz. Bundan 4 ta bor. Hozir mana kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kirib olishimiz. Xudo xohlasa parametrlarni ham chiroyli qilib qo'yilgan. Bu orqada metro ko'rinib turibdi mana. Metroning yo'li. Hovlilarni podvolga tushadi ya. Mana yangi bitgan uyimiz. Kiruvishlarimiz. O'ng qo'limizda oshxona. Mana zinalarimiz. Birinchi etaj sanuzel. Birinchi etaj zali bu. Mana endi tepaga chiqamiz. Tepada to'rtta xona, sanuzel o'zini kladovkasi bilan garderobniy. O'ta go'zal o'yin, chiroyli. Bu yoqda bitta xohlasanglar zal qilib qo'ysanglar bo'ladi buni ham. Yana mana bitta detskiy qilsa ham bo'ladi, spalni qilsa ham bo'ladi. Bu sanuzelimiz. Detskiy, raditskiy qilsa ham bo'ladi. Mana yana bittasi. Xo'p, bu eng yaxshi variant. Katta ko'cha mana yonida metro o'tgan. Ostanovka shu yerda. Yana bitta. Kladovkamiz. Garderobniy. Mana kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar.